Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, qadrli yurtdosh, efirda ming chinor, siz bilan Zafar Dultayev. Mana biz yashayapmiz, bu yorug' olamda nafas olyapmiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Lekin tirikchilik, iqtisod, oila tashvishi, bola chaqa tashvishi degan ajralmas hayotning bir qismi inson bilan hamisha yonma-yon yashab keladi. Va biz majburmiz mana shu yo'nalishda, mana shu tomonda albatta qayg'urishga, o'sha sharoitni qilib berishga har bir oila rahbari buni qilishi kerak. Endi mana biz jamiyatda yashaymiz, odamlar orasida yashagandan keyin albatta odamlar bir-biri bilan muloqotda bo'ladi va bu muloqotlar natijasida kimgadir nimalardir deydi. Misol uchun va'da beradi yoki bo'lmasam so'z beradi yoki bo'lmasam biror bir taklifda aytadi. Lekin oradan ma'lum bir vaqt o'tgach o'sha inson o'zi aytgan va'dasini, bergan taklifini unutadi. Bu taklifni eshitgan odam esa bir aytdi qo'ydi-da, bir aldadi-da yoki bo'lmasam shunchaki bir aytdi qo'ydi-da, yoki bo'lmasam yolg'onchi ekan, qasamxo'r ekan. Endi hamma har xil fikrda bo'ladi, har xil yondashadi bu sohaga, bu yo'nalishda. Lekin yoshi katta odam, jiddiy odam va o'sha xalq nuqtai nazardan qaraganda, jamiyat nuqtai nazaridan qaraganda rahbar odam, misol uchun yurtboshi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam viloyat hokimi, tuman hokimi bo'lishi mumkin. O'sha inson o'zining nima desam ekan, xalqiga biron nima desa-yu, va'da bersa-yu, lekin bajarmasa yoki bo'lmasam keyinga tashlab kelaversa, odamlarning undan ishonchi so'nadi. Odamlar unga mutlaqo yonda ishonmay qo'yadi. Bora-bora unga boyagi gaplarni ayta boshlaydi. Ya'ni yolg'onchi, firibgar yoki bo'lmasam boshqa nimaga fikrlarga kela boshlaydi. Men televizor ko'rmaganimga juda ko'p bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzataman. Chunki televizor ko'rgan paytlarim bir baraka topmadim televizordan. Faqat reklama, faqat mana shunaqa narsalar, oldi qochdi gaplar, musiqa va hokazo va hokazo. Yurdan haqiqatdan 1 gram haqiqat yo'q. 1 gram hayotiy voqealarni ko'rsatadigan, bir hayotdan olib chiqadigan hech narsa yo'q. Bir tarbiyaviy jihatdan ham biror narsani topa olmayman. Mayli, bular o'z yo'liga. Lekin prezidentimiz bizga va'da bergandi. Men mana shu hayotda O'zbekiston xalqining eng quyi qatlami bo'lmish nogironligi bo'lgan oilalar, kam ta'minlanganlar, boquvchisini yo'qotganlar va hokazo mana shunday qiynalgan eng aholining quyi qatlami uchun alohida bir qonunlar majmuasini yarataman, alohida bir kodeks qilaman. Ularga nisbatan davlatning ijtimoiy himoyalarini, turli xil yo'llarini tashkil qilaman degandi. Va bundan tashqari bu gapni to'g'risi eshitmaganimga ko'p bo'ldi-yu, lekin har bir tashkilot 3%, 2% ish o'rni haqida ko'p gapirardi. Hozirgacha ham eshitaman. Afsuski, bu gaplar ham siyqasi chiqqan gaplarga aylanib qoldi. Nima uchun? Kechagi video qo'ydim, videoda o'zimni mana dizayn sohasida o'rganganligim to'g'risida ko'p gaplarni aytdim. Kerak, mayli, o'sha narsa shunchaki gap bo'lmasin. Men sizlarga hozir bitta rolikchani qo'yib beraman. O'zimni qilgan ishlarimning bir qismini hozir shuni tomosha qilasizlar. Marhamat, e'tiborlaringizga havola qilaman o'zimning o'sha 8 oyda qilgan, o'rgangan mehnatlarimning samarasini bugun bir qismini sizlarga ko'rsataman.
sizlar men 8 oy davomida o'rgangan o'sha grafik dizayn sohasidagi qilgan ishlarimni ko'rdilaringiz. Prezident ham bir paytlar o'z-o'zini odamlar ish bilan ta'minlasin deb ko'p kurslar ochdi. Dasturchilik, kosmetologiya yoki bo'lmasa mana shunaqa web dizayn sohalarida, turli xil sohalarda 3 oylik o'qishlarni ochdi, lekin ularning pulini davlat tomonidan to'landi-yu, borish kelish xarajatlari, ovqatlanish, kvartira xarajatlari o'sha o'rganmoqchi bo'lgan odamni o'zining zimmasida qoldi. Lekin 3 oy o'qidi, o'rgandi-yu, lekin uni keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida biz hech narsa bilmadik. Chunki bu narsani boshlanishiga boshlandi-yu, oxiri ko'rinmadi, oxiri aytilmaydi ham. Chunki bizning davlatimizda aytilgan gapning natijasini hech kim ko'rsatmaydi. Boshida bir aytadi-yu, shu bilan bo'ldi. U nima bo'ldi u? Topshiriq beriladi. U topshiriqning orqasidan hech kim kuzatilmaydi. Topshiriqni ijrosi nima bo'lyapti? O'sha ish bajarildimi, yo'qmi? Qanchalik bajarildi, sifati yo soni o'shalar bilan hech kim qiziqmaydi. Faqat boshlanishi bor. Serialda boshini ko'riladi, oxiri yo'q. Xuddi shunaqa bir narsadek gapda endi birovlar shunday-ku. Lekin bir narsa men aniq tushundim, 3 oyda bir narsani o'rganib bo'lmas ekan. Agar tem bo'lib bir qandaydir bir kursga qatnab, bir o'qituvchiga qatnab, o'sha prezident aytgan 3 oyda bir narsani o'rganib bo'lmas ekan. Bu juda qiyin masala ekan. Buning uchun men misol uchun bir kunda 5 soat, kami 4 soat yoki 5 soat, bo'lmasa 6 soat, 8 soatlab ham o'tirib o'rgandim. Lekin 3 oyda o'rganib bo'lmay ekan. Mayli buning o'z yo'liga. Meni bundan tashqari boshqa o'rgangan sohalarim ham bor. Misol uchun video montajlarni ham o'rganganman o'z vaqtida. Mana hayotda bizning O'zbekistonimiz juda to'ylarni yaxshi ko'radi. To'ylar ko'p qilinadi, tug'ilgan kun, boshqa tadbirlarni ko'p qiladi. Ehtimol kimdir misol uchun men o'sha to'ylarni, tug'ilgan kunlar yoki mana shu tadbirlarni montaj qilsam 1-2 so'm pul ishlaymanmi? O'shalarni menga beramikan deb ham mana shu xuddi shu hozir grafik dizayn o'rganganday o'shalarni ham o'rgangandim. Lekin undan ham hech qanday natija bo'lmadi, hech kim menga ish bermadi. Yana baribir eski tos, eski hammom holida qolaverdi. Mana hozir grafik dizayn bilan ham xuddi shunday bo'lyapti. Nima demoqchiman? Prezident aytgani bilan uning oxiri, uning keyingi jarayoni o'sha gaplarning nima natija berayotgan, bermayotganligi haqida hattoki prezidentimizning o'zi ham qiziqmasa kerak. Men shunga aytgandim, shu mana shu narsani bir majlislarda juda ko'p gapirganman. Mana shu sohada murojaatlar bo'lgan bo'lsa, ular nima bo'lyapti deb qiziqmaydi va o'shanga mas'ul shaxslarni ham qo'ymaydi. Bizning deputatlarimiz, bizning senatorlarimiz, bizning rahbarlarimiz faqat bitta narsaning orqasida to'lovlar atrofida aylanib yuribdi deb o'sha senatda o'tirganlar ayniqsa. Misol uchun elektr energiya to'lovi, hozir hamma elektrsiz yashay olmaydi. Elektrdan qarzing bo'lsa, suvni o'chirib qo'y, musordan qarzing bo'lsa, elektrni o'chirib qo'y va mana shunga o'xshash ma'nosi bir xil, shakli ozroq ko'rinishi boshqacha, lekin ma'nosi bir xil qarorlar, farmonlar ijrosi bilan shug'ullanadi o'sha o'tirgan senatlar. Senat nima degani? Senat o'zi hayot degani. Senat degani bu bitta davlatning, bitta mamlakatning hayoti, o'sha xalqning hayotini ko'rsatib beradigan o'sha millimetrgacha o'rganib, ularga nisbatan har xil imtiyozli, har xil bir foydasi tegadigan, kuniga yaraydigan bir qaror farmonlarning ijrosi bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lish kerak. Senatning ahvolini ko'rgan odam, bugungi O'zbekistonda ahvol qanday bo'lsa, senatda ahvoli ham shunday. Chunki ishsizlik birinchi o'rinda turibdi. Bo'lgan ishlarni ham to'lanadigan pullar arzimagan. Bu nima? Bu senatning natijasida. Senat umuman bu haqda bosh qotirmaydi. Senat faqat o'sha to'lovlar yo'nalishida ishlaydi. Va shunga ular davlatdan, byudjetdan otkellasdan maosh oladi. Mayli. Lekin mana bitta narsani aytaman. Samarqand viloyatiga, O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyatiga Erkinjon Turdimov rahbarlik qilib turgan paytida, hokimlik qilib turgan paytda murojaatlarning qanchalik bir o'rni bor edi. Murojaatlar ko'rilardi. Murojaatlarga nisbatan ijobiy yondashardi va ularning ijobiy hal bo'lishi uchun harakat bo'lardi. Bugun mana Erkinjon Turdimov Sirdaryoga ketdi, murojaatlar ham yetimday bo'lib qolib ketdi. Murojaatlar bilan hech kimning ishi bo'lmay qoldi. Yangi bo'lgan hokimini to'g'risi biz tanimaymiz, kimligini ham bilmaymiz, lekin Ishtixon tumaniga juda ko'p kelib ketadi. Juda ko'p keladi.